Ulug'vor Amazoniya o'rmon massivi qalbida joylashgan Braziliya iqlimni muhofaza qilish masalalari bo'yicha eng muhim xalqaro muloqot maydoniga aylandi. Belemda butun dunyodan kelgan delegatlar Birlashgan Millatlar Tashkilotining 30-tomonlar konferensiyasi COP30 uchun to'planishdi. Har yili hukumatlar, ilm-fan, fuqarolik jamiyati va xalqaro tashkilotlar vakillari iqlim inqirozining eng dolzarb masalalarini muhokama etish maqsadida bir joyga yig'ilishadi. COP zamonaviy global muammolarga javoban kelishilgan qarorlar qabul qilinadigan va tomonlarning mas'uliyati belgilanadigan xalqaro maydon sifatida hal qiluvchi ahamiyatga ega. COP30ning Braziliyada o'tkazilishi alohida ahamiyatga ega. Sayyoraning o'pkasi deb to'g'ri nom olgan Amazoniya global iqlim tizimida hal qiluvchi rol o'ynaydi. Ayni paytda bu mintaqa o'rmonlarining kesilishi, atrof muhitning ifloslanishi va sanoat maqsadlarida foydalanish tufayli katta tazyiqqa uchramoqda. Anjuman o'tkaziladigan joyning tanlanishi global iqlim siyosatining mintaqaviy voqelik bilan qanchalik chambarchas bog'liqligini yaqqol namoyon etadi. ALLATRA xalqaro ijtimoiy harakati delegatsiyasi ushbu xalqaro muloqotning faol ishtirokchisiga aylandi. Harakat vakillari tadbirlarda qatnashib, turli mamlakatlarning siyosiy rahbarlari, diplomatlari, olimlari va tashkilotlari bilan muzokaralar olib bordilar hamda munozaralarga o'zlarining ilmiy izlanishlari natijalarini taqdim etdilar. COP30 doirasida ALLATRA Global tadqiqot markazi mikro va nanoplastikning atrof muhit, iqlim va inson salomatligiga ta'siri bo'yicha dolzarb tadqiqot natijalarini taqdim etdi. Taqdimot Misr taraqqiyot va innovatsiyalar orzusi jamg'armasi bilan hamkorlikda tashkil qilindi. Natijalarni ALLATRA prezidenti va global tahdidlar bo'yicha mutaxassis Marina Avtsinova hamda bioinformatika bo'yicha mutaxassis Aleksandr Masniy taqdim etdilar. Asosiy e'tibor nanoplastikning elektrostatik zaryadni to'plash xususiyatiga qaratildi. Bu jarayon biologik jarayonlarni molekulyar darajada izdan chiqarishi va sog'liqqa uzoq muddatli salbiy ta'sir ko'rsatishi mumkinligi ta'kidlandi. Taqdim etilgan ma'lumotlar shuni ko'rsatadiki, nanoplastik nafaqat mavjud, balki tirik organizmlarga hujayra darajasigacha kirib borgan. U yerda yallig'lanish reaksiyalari, oksidlanish stressi va mitoxondriyalar faoliyatining buzilishini keltirib chiqarishi mumkin. Shu bilan birga, tahlillar nanoplastikning iqlimga ta'sir etuvchi jarayonlarga ham ta'sir ko'rsatishi mumkinligini aniqladi. Bu jihat hali hanuz xalqaro iqlim strategiyalarida deyarli e'tiborga olinmagan. COP30da biosferadagi nanoplastik, molekulyar ta'sirdan sayyoraviy inqirozgacha nomli ma'ruza ham taqdim etildi. U nanoplastikdan kelib chiqadigan global xavflar haqida keng qamrovli ma'lumot berdi va molekulyar ma'lumotlarni sayyoraviy oqibatlar bilan bog'ladi. Taqdimot konferensiya ishtirokchilari orasida katta qiziqish uyg'otdi va faol munozaralarga sabab bo'ldi. Ko'pchilik ushbu tadqiqot xalqaro ilmiy munozaraga muhim hissa qo'shishi hamda atrof muhit va sog'liqni muhofaza qilish uchun yangi istiqbollarni ochishini ta'kidladi. Ilmiy ma'ruzalardan tashqari, ALLATRA delegatsiyasi yuqori martabali xalqaro vakillar bilan ko'plab muzokaralar o'tkazdi. COP29 prezidenti va Ozarbayjon atrof muhit vaziri bilan uchrashuv shular jumlasidan bo'lib, unda seysmik faollikning kuchayishi, tabiiy ofatlar va Kaspiy dengizidagi o'zgarishlar muhokama qilindi. Shuningdek, COP30 bosh direktori, Gambiya hukumati vakillari, Qatar delegatlari hamda Nigeriya favqulodda vaziyatlar milliy agentligi bilan uchrashuvlar o'tkazildi. Bu uchrashuvlar atrof muhit, iqlim xavfsizligi va jamiyat barqarorligi masalalari bir-biri bilan qanchalik chambarchas bog'liqligini ko'rsatdi. ALLATRA xalqaro ijtimoiy harakatining prezidenti Marina Avtsinova Braziliyaning Band News TV va Canal Rural telekanallariga intervyu berdi. Suhbat davomida global ekologik tendensiyalar, plastik bilan ifloslanishi tufayli biosferaga tushayotgan yukning ortib borayotgani va xalqaro hamkorlikning zarurati muhokama etildi. Bundan tashqari, ALLATRA vakillari mashhur braziliyalik jurnalist Fernando Gabeira bilan uchrashib, nanoplastikning uzoq muddatli oqibatlari va jahon hamjamiyatining mas'uliyati haqida fikr almashdi. COP30ning Moviy zonadagi rasmiy faoliyatdan tashqari, ALLATRA delegatsiyasi yashil zonada ham ishtirok etdi. U yerda harakat vakillari, xalqaro tashkilotlar, ekologik jamg'armalar, ayniqsa Amazoniya tub aholisi bilan muloqot o'rnatdi. Ushbu uchrashuvlar iqlim inqirozining barqaror yechimlari nafaqat ilmiy asoslangan, balki ijtimoiy va madaniy jihatdan ham e'tiborli bo'lishi lozimligini ko'rsatdi. Dasturning navbatdagi bandi Voice of the Ocean va Netflix hamkorligida tashkil etilgan tadbirda ishtirok etish bo'ldi.
E'tibor markazida okeanlarning holati va plastik bilan ifloslanish xavfining ortib borishi turdi. Allatra Global tadqiqot markazi mutaxassislari mashhur dengiz tadqiqotchilari, jumladan Shurman oilasi a'zolari bilan ilmiy ma'lumotlar va kuzatishlarni almashishdi. COP30 dagi ishtirok fan, siyosat, ommaviy axborot vositalari va fuqarolik jamiyati o'rtasidagi muloqotning naqadar muhimligini yaqqol ko'rsatdi. Allatra tomonidan taqdim etilgan tahliliy hisobotlar global munozaraga qo'shilgan qimmatli hissa sifatida tan olindi. Ekologik inqirozlar, iqlim o'zgarishi va sog'liqqa xavf-xatarlar tobora o'zaro bog'liq bo'lib borayotgan bir davrda global muammolarni faqat birgalikdagi sa'y-harakatlar bilan yechish mumkinligi oydinlashmoqda. Amazonka chekkasida joylashgan Belem bir necha kunlik bu global mas'uliyatning uchrashuviga makon bo'ldi. COP30 insoniyatning sayyoramiz ekologik chegaralariga qanday munosabatda bo'lishini va kelajak avlodlarga qanday meros qoldirishini belgilaydigan uzoq muddatli jarayonning bir qismidir.